O'tgan asrning 90-yillari boshida qo'shni Tojikiston ayanchli fuqarolar urushi girdobiga tushib qoladi. Tog'li Qorabog'dan ko'chirilgan armanlarga Dushanbeda yangi uy-joylar topshirilishi fonida norozilik boshlanib ketadi. Bu davrda mamlakatda non taqchilligi, shuningdek shahar transporti to'xtab qolgani Dushanbe va boshqa shaharlarda isyonkor kayfiyatni kuchaytirib yuborgandi. Shu tariqa ayrim manbalarda 60 ming, ayrimlarda esa 80 ming inson hayotiga zomin bo'lgani aytiladigan ichki etnik urush boshlanib ketadi. O'zbekiston hukumatı qo'shni respublikada davom etayotgan fuqarolar urushida Emomali Rahmon boshchiligidagi Xalq frontini qo'llab-quvvatlaydi. Chunki konstitutsiyaviy tartib himoya qilinmasa, Tojikistondagi radikallashgan guruhlar faoliyati O'zbekistonga ham yoyilishi borasida xavotirlar bor edi. Yakunda rasmiy Toshkent va Moskvaning yordami hamda aralashuvi bilan mamlakatda Emomali Rahmon boshchiligidagi hukumat tuziladi va 5 yil davom etgan urush tugatiladi. Bir 1998-yilda Tojikistonning Leninobod viloyatida mamlakat mudofaa vazirligi brigadasi sobiq qo'mondoni Mahmud Xudoyberdiyev boshchiligidagi harbiylar isyon ko'taradi. Polkovnik fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan, mahalliy aholi orasida obro'si baland edi. U boshchilik qilgan harbiy bo'linma to'g'ridan-to'g'ri prezident Rahmonga bo'ysunar va qurolli islomiy muxolifatga qarshi kurashda asosiy kuchlardan biri bo'lgan. Ammo Xudoyberdiyev 1997-yildagi Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmasligini e'lon qiladi. Ko'p o'tmay markaziy hukumatga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqib chiqariladi.